Janubliklarniki badandagi puraqlari deb shu o'qiyotgan mezgillarimiz jiqroq anglaydi. O chog'larda o'qimaydiq-da, lekin bu xato qarashlarni, xato tuhmatlarni mush o'qigandan keyin shu texim cho'ng bilimlar ega bo'lgandan keyin aniq his qilganmiz. O chog'larda haqqa ridiya berish, men o'zim janublik emas, shunga ridiya berishni men o'ylamabdiman yoki bo'lmasa bilimim yetmaydi ekan. Endi hozir bu bundaq deyish xato. Yana bir qatim sizlarga deb qo'yayman. Men oz anglab qolmayman shu gaplarni. Bundaq deyishlarni ayt xato. Bu puroq shimollik, sunublik, urumchilik ya bo'lmasa g'uljilik ya andaq-mundaq iskillik hech qanday munosabat yo'q. Ya bir millat bilan munosabat yo'q. Hamma millatniki, hamma yerlarniki o'ziga qarta badan qurilmasiniki, surjisininki, badan shakliniki alaylıki, terisining alaylıki, badandagi puroqning alaylıki bo'ldi. Endi badandagi yemeklik adetimiz bir ailada, bir avlodda yetilib kelayotgan yemeklik adetimiz bu genga kirilgan bo'lib, gendagi aqsildan ishlab chiqarildi. Shunga bu da badanda o'xshamagan puroqlarni chiqaradi. Buningki bir jut bilan bir jutlik bilan munosabat yo'q. Endi mushta davatgan yoshlarimiz cho'nglarni og'zidan anglaymiz, undan keyin kichiklarni og'zidan anglaymiz. Bundaq gaplarni bundan keyin unda qilmanglar. Bu xato qarash yana birisidan bu xatogacha kamsitganlik. Endi mushta puroq bo'lib qolgan. Anandan keyin nadilla bo'lsangiz mushta g'alati puroq badnozda ba'zilar yana ichkir o'liklardagilar bizlar deydi, qo'yib buraydi, andaq buraydi deb. Endi bu puroqni mensiz birinchi yemeklik atdingiz. Hech kim bu bo'lib qolgangiz qanday qilamiz degan chig'imizda burun kona usullarimiz bo'lib qolsa, bir narsani surkash vaqtliq, anandan keyin bir narsani mang'uzush, anandan keyin bo'lmasa ashadagi osh purash manbasini evitish degandek usullar bor. Bularning hammasi usullari nihoyatda yaxshi bir ko'rinarli bir nimga erishib baxmag'achqa bu jihatda jamiyatda nurg'ulon mahsulotlar chiqib ketib boradi. Bu chiqayotgan mahsulotlarniki faqat turuqi, anandan sizlar qisqacha unumindalib, uning tarkibi bizga moslanib maskamamda bizga qandaq bir ziyonlar olib kelgan o'ylamay, kim sotsa shuning tarbiyaga qilmaylam evatsizlar. Endi uni oldigan tabiiy odamlar bor, lekin yuqroq ongnikilar bo'lsa, buni ishlatmayman, buni tarkibini deb o'yishayotgan bo'ldi. Endi ma'zur shu yuqori tarbiyalar deyotganim, mushuni Shinjon Tabiiy Universitetidan keyin bir tarmoqda qancha teri bo'limidagi akbar